Bitta brachkachaning yonidan feromon topib oldik mana. Mana qaranglar. Bu kim aldab sotgan bunga? Onang nimaga 21 plyus deb qo'yibdi. Ona brachka 2007 mi, 9 mi nechi? 2009. Buni ko'taryapti o'zicha. Bu aytib qo'y, bu g'arg'ara qilsalaringga foydasi yo'q. Kuniga 3 mahal ovqatdan keyin ichsalaringga foydasi bo'lmaydi ularning. Uni parasating bo'lmasa, o'zingga qarab yurmasang, eng muhimi puling bo'lmasa, uni feromoniga ikki uyitib qo'ysa ham bu foydasi yo'q. Brachkalar aldamanglar bunga. Soqqalaringni shilib oladi, bir tili foydasi yo'q uni. Bu uni GTAda fanning magnit tersa qizchalar yugurib keladi, o'shanaqa narsa deb o'ylayapti shekilli buni bolalar. Tem bo'ldi 21 plyus qo'yibdi, uni 2009-yil bo'ladi. Unutinglar buni. Всё, очистите память этого нельзя использовать вам, братишки. Foydasi yo'q buni qo'yinglar. Taka o'zingga qarab normal endi shaharda oldi ballardan bo'lmasang, tayinli bir mashincha bo'lmasa, bu feromona foydasi yo'q. Oxirda azamat deysiz.